7 bob. Şunun bilen padişah Haman bilen billa Estirning ziyofatiga bordi. Sharob ichilayotganda padişah Estirdan yana: "Ey xonish Estir, iltimosing nima? İltimosing bejo keltirildi. Nima talabing bor? Hatto imperiyamning yerimini talab qilsangmi, u sana berildi" dedi. Estir: "Agar men oliylarning iltifotiga muyassar bo'lsam, oliylari xolisla iltimosim uchun jinimni qutuldig'ayla. Talabim uchun xalqimning hayotini saqlag'ayla. Men va xalqim qirilib, o'ltirilib, yo'q qilinishga setilib ketdik. Agar biz faqat qul va didaklikka setilib ketgan bo'lsak, men sukut qilar edim. Chunki bizning kulpart tortishimiz podshohga elib keladigan ko'ngilsizlikka kelishdiganda hech gap emas" deb javob berdi. U vaqtda podshoh Ahasverosh xonish Estirdan: "U kim ekan? Bunda qilishga jur'at qila oladigan kishi qayerda ekan?" deb so'radi. "Bizning ashaddiy dushmanimiz dal bu razil Hamonning o'zi" deb javob berdi Estir. Hamon podshoh va xonish oldida titrab ketdi. Podshoh g'azab bilan o'rnidan turib, ziyofatxonadan ordu guzarliqqa chiqib ketdi. Hamon podshohning o'zini bosh qo'yatmaydiganligini bilib, xonish Estirdan bir qo'shiq qinini tilash uchun qoldi. Podshoh ordu guzarliqidan ziyofatxonaga qaytib kirganida, Hamon xonish Estir yonboshlab yotgan uzun o'rindiqqa o'zini tashlab yotadi. Podshoh: "Men turuqliq, u mening o'rdamda xonishga adabsizlik qilyapamdi nima?" deb baqirdi. Podshoh shundoq deyishi bilanla haram og'lari Hamonning bosh ko'zini chumkab, uni o'ltirishga tayyor bo'ldi. Podshohning oldida turayotgan haram og'laridan Xarbona ismli birisi: "Hamon oliylarining hayotini qutqizgan Mordekayni isish uchun 37 gaz igizlikni yasatgan dar uning hovlisida turdi" dedi. "Uningga Hamonning o'zini esingla" deb amr qildi podshoh. Shuning bilan Mordekayni osmoqchi bo'lgan darga Hamonning o'zi esildi. Shundala podshohning g'azabi besildi.